Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum O'zbekiston. Barchalaringizni bugungi ayyom juma kuni bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Kelasi jumalarga ham yettimuncham sog' qilib, qatorimizdan xato qilmasdan jumalarda o'qishda Alloh o'zi nasib aylasin. Hammani xonadoniga tinchlik, xotirjamlik. Allohdan nima yaxshilik bo'lsa, hammalaringga tilakdoshman. Endi mana hozir jahon chempionati ketyapti. O'zimizni O'zbekiston milliy terma jamoamiz qatnashyapti. Tarixda birinchi marta. Birinchi o'yinda o'tkazdi Kolumbiya bilan. Yaxshi taassurot. Garchi golni yutkazib qo'ygan bo'lgan chog'ida ham, lekin bunaqa Kolumbiya bilan o'ynash har kimga emas. Har kim ham o'yna olmaydi. Endi O'zbekiston jamoamiz birinchi marta jahon chempionatiga chiqib, gollar urishni boshladi. Значит, undan o'ylab ko'ramizki, bizni yigitlarimiz hamma narsaga qodir. Endi to'g'risi xatolar bo'ladi, bexatosiz hayot bo'lmaydi. Xatolar bo'ladi. Hayotda kim fizikani o'qigan bo'lsa, minus ham, plus ham bo'ladi. O'shuning uchun men jamoamizga omad tilayman. Yigitlarga katta rahmat, chiroyli o'yin ko'rsatgan uchun. Endi haligi yozayotgan, bema'ni yozayotgan birodarlarimizga yozishdan oldin o'zlaringiz bir o'rnalariga qo'yib ko'ringlar. O'zlaring shunaqa qilib futbol o'yna olasizlarmi, yo'qmi? Shunaqa qilib jahon chempionatiga chiqa olasizlarmi, yo'qmi degan savolni o'zlaringga qo'yinglar. Oldin pichoqni o'zingga ur, orimasa keyin birovga ur deydi. Eskilarda gapi bor. Shuning uchun yigitlarimizga omad tilaymiz. Hamisha O'zbekiston bayrog'i balandda tursin. Har bir sohada, olimpiadada ham, mana shaxmatda ham birinchi o'rinda kelyapti. Inshaalloh, mashalloh, xudo xolasa futbolimiz ham birinchi o'ringa chiqib, hamma Yevropadaglar O'zbekistonga kelib o'ynaydigan bo'ladi. Bu bor haqiqat. Chunki Yevropada to'g'risini aytganda pul bilan o'ynaydigan bo'lsa, O'zbekistonda pulsiz o'ynaydi. Chunki haqiqiy yurakdan chiqarib o'ynaydi. Misol hozir bitta millioner chiqib, O'zbekistonda milliarderi chiqib, har bir o'yinchiga falon puldan beraman desanda, bo'yni yirtib tashlaydi. Yutib tashlaydi. Uzri yutib tashlaydi. Lekin bularda chet elda hammasiga pullari hamma yo'g'i bor uchun ular jon jahda bilan o'ynaydi. Qarashingiz 41 ga kirgan, 39 ga kirgan, 38 ga kirgan bolalar emas, katta kishilar o'ynayapti. Buni o'zi ta'rifi bor. Yigitlarimizni 4 ta 5 tasi Yevropada yo boshqa joyda o'ynasa, qolganlari o'zimizni O'zbekistonda o'ynaydi. Ularni futbolini o'rganish uchun Yevropaga ko'proq chiqarishimiz kerak. O'shunda O'zbekiston milliy jamoamiz kuchli. O'zi shundoq ham kuchli. Endi nima deydi, hali yangi bor joyga luboy haligi nima deydi? Oddiysi mana xatmi Qur'on o'qib bering desa, ba'zi odamlar sir bosib qoladi. Shunga o'xshagan narsa. Alloh hamisha yuzlarimizni yorug' qilsin, xonadonimizda tinchlik, xotirjamlik, qut baraka bo'lsin. Yigitlarimizga omad. Portugaliya bilan kelgan o'yinda 2-1 O'zbekiston yutadi. Xudo xolasa Xudodan so'rayapmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.